Assalomu alaykum, bizni kuzatib borish qadrli obunachilar. Har doimdek men sizlar bilan Usta Dostonbek. Do'stlar, Xudo xolasa Tunuka ba'zi jamoasi Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida juda ham chiroyli holatda bo'lgan tunukafonlarni yakunlab bermoqda do'stlar. Bir o'zingiz ko'rib baho bering. Juda ham ideal holatda ko'plab namanganlik hamyurtlarimiz xuddi shu fasondan qilishadi, chunki juda ham urfga aylangan Namanganda. Shu akamizga Xudo xolasa uyning egasiga yoqadigan qilib biz ham chiroyli holatda tunukafonlarimizni qilib berdik. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab qadrdonlar. Sizlarga ishlarimiz yoqqan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring hamda nech pulga bitgan haqida albatta ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p do'stlar, bu yerni 140 ming so'mdan barcha rasxodlar ichida qilib berganmiz. Uyning egasi ustalarning oziq-ovqatini qilib berdi xolos. Qolgan barcha rasxod o'zimizdan bo'ldi. Inshaalloh go'zal holatda yakunlab qilib berdik. Qadrdonlar, bu yerni ichkari hamda dorozaxonasi, ko'cha o'stirmalari hamda bu chap tomondagi ikki etajli uylarni tepasini ham tunukafon qilib berganmiz. Inshaalloh. Xo'p, bu yerga 26 million so'mlik tunukamiz ketdi. Uyning egasi hech narsaga urinmadi. Lesa-pesa hamma yo'q o'zimizdan bo'ldi qadrdonlar. Chiroyli holatda tunukafon xizmatlari kerak bo'lsa, tunukafon ba'zi jamoasiga bemalol murojaat qiling. Albatta sizga yoqadigan qilib, ishonchingizni oqlaydi. Ishning sifatiga birinchi o'rinda e'tibor beringlar qadrdonlar. Inshaalloh oq rangiga seri rangdan foydalanganmiz. Hozirda urfga aylangan, ya'ni mokre emas, ya'ni och seri rangdan foydalanganmiz. Uyga Xudo xolasa menimcha juda ham chiroyli holatda yarashdi deb o'ylayman. Agar fikringiz bo'lsa, tunukafonga oid savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Biz albatta javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.